Bolalar, bugun sizlar bilan men o'sha Uzbek Games 1000 yildan keyin qaytib keldim. Hop, mayli. Bugun sizlarga eng zo'r modlardan nechta edi? 3 tasini ko'rsatamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Hop, sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, modlardan shulardan iboratda. Mana birinchi bo'lib, mana bu global rekursga kirasizlar. Keyin esa mana bu yo'loqi jetilga e'tibor bermanglar. Mana bu yerda mana Ricochet shader juda zo'rda o'sha. Mana bu yo'loqi jetonda ham ko'rsataman. 4 ta edi modimiz. Mana bu new player element. Ya'ni animatsiya. Bu esa videoda ko'rsataman. Hop. Endi Minecraft'imizga kirib olamiz, to'g'ri. Amal kirib olamiz. Hop. Mana kreativga qo'yamiz. Eksperimentdan yo'qamiz. O'zim yo'qyapman. Xohlasangizlar yo'qinglar, xohlamasangiz yo'qman. Hop, mayli. Kiramiz. Yo'q, kerak emas. Men hozir modni ko'rsatmoqchiman. Nima qilyapman o'zi? Hop, mana buni qo'shamiz. Mana bu yo'q, shaderni qo'shib qo'yaveramiz. Nimaga desa, menda o'zi qo'shilgan. Bosh menyudan qo'shganman-da, nima deyish mumkin? Mana bu yerdan qo'shganman. Hozir ko'rsatmoqchiman. Men keyin ko'rsataman. Bularni qo'shmayman, nimaga desa, men bu ikkalasini qo'shmayman. Nimaga desa, ularni bosh menyuda qo'shganman. Qo'shsam o'xshamay qoladi. Shuning uchun ham kiramiz boshida. Endi qachon kiradi bu? Hop, 2 soat kutamiz. Mayli, sizlarda ham sabr bor-ku. Hop, mayli. Mana shader qo'shgandan keyin yana kelib qoladi. Qotyapti bu. Mana shaderni ko'rasizlar hozir. Juda ham zo'r shader. O'zi mana kiryapti. Zagruzga qilishidan to'yib ketdi. U mana kirdi. Mana bizning nimamiz, nima edi? Bizning shaderimiz, qaranglar, juda chiroyli. Nimaga ko'rinmayapti desangizlar, mana. O'sha nima? Debug degan nimada bor? Mana bu debugni bossangizlar, mana bu yerda nimalarni ko'rsatadi? Java versiyaga o'xshab. Hotbarni bossangiz, mana bu yerda qarab olinglar, ko'zlaringiz ko'rib bo'lsa, qaranglar. Mana bu yerda agar buni bossangiz, mana bot ko'ryapti, qaranglar. Mana bu yerga qaranglar, keyin mana bu yerga qaranglar. Agar bu yoqni bossam, bu bot ko'radi. Ko'rdingizmi? Kelsa inf xat degani bu, ya'ni bu mana bu invertorni ko'rinmaydigan joylar bormi bu? O'shani nima qilib beradi? Mana. Mana bu kostyum esa bu hozir serialda ko'rsataysizlar. Okey. Mana. Bu kostyumni bossangizlar, mana serialda hozir oldimizda plus yo'q-ku. Mana bu yaxshilab qaranglar. Mana buni bossak, mana o'rtada nima bo'lib qolyapti? Agar mana bu o'zidan o'zi mana buni bosib o'rmanglar. Mana buni yana ustiga bir marta bosinglar, shunda yo'q bo'lib qoladi. Bu yerda xohlaganingni tanlayveringlar. Mana masalan men buni, kelsa men buni yana ustiga bosib, menga eng yoqqani mana shu. Hop, endi ko'rsatamiz. Keyin esa ular nima desangiz, mana buni bossak, mana bu yerda ko'rsatadi. Menga eng yoqqani mana bu bo'ldi. Shuning uchun men buni qo'yaman. Kelsa bularni yo'qotish. Men buni ko'rsatmoqchi edim. Mana buni bossangizlar, mana bu yerga qaranglar. Hamma yoq rambalang. Endi bularni yo'qotish uchun men yana kostyumga bosamiz. Kelsa mana yana shunga bosib qo'yib, mana. Bu 120 dan katta versiyada ishlaydi mana.
Lekin shader mazza-da, qaranglar tebrayapti. Shader mazza. Mana. Lekin shulardan zo'r. Keyin esa animatsiya qo'shmoqchi edim. Mana, animatsiya. Qaranglar zo'r. Bir kreativga o'taylik. Mana. Endi esa mana bu qazish uchun mana. Endi esa nima kerak bizga? Hozir mana bu yerdan qilishni olamiz. Nezalik kirkani olamiz. Qarang. Endi buni urishini. Hozir mana bu qo'yda ko'raylik. Ko'ringizlarmi aylashi? Aylash zo'r ekan. Voy yana aylan. Zo'r aylandi lekin. Endi ketamiz. Buni olamiz. Bo'ldi. Hozir yana o'zgartirib yuboray. Mana. Lekin mana bu xat plus bu mana buni chiqaradi-da, mana buni. Agar gammani aytmoqman. Mana bu gammani bossangizlar mana bunday ko'rinadi. Mana bunday ko'rinadi. Agar gammani o'chirsangizlar mana bunday. Debuxni ham o'chiray. Mana gammani yo'qotib mana bunday. Agar gammani o'chirsak mana bunday. Xo'p. Bugungi videomiz shulardan iborat bo'ldi. Xato ketdi. Bugungi videolarimiz shulardan iborat bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bilan eng yomon ko'rgan obunani bosib qo'yinglar. Agar obunani bosmasangizlar, nega